Xo'p, kirganimizdan keyin xuddi shunaqa sahifa ochiladi bizga. Xo'p, endi bu yerda men Word dokumentda birinchi marta siz bu yerga registratsiya bo'layotganingizda nima qilishingiz kerak? Demak, Google sahifasini ochib, padlet.com ni yozasiz va xuddi shunaqa sahifa ochiladi. Undan keyin esa mana pochtamiz orqali registratsiyadan o'tamiz. Va registratsiyadan o'tganimizdan keyin parollar qo'yamiz va undan keyin sizdan shunaqa savollar so'raladi. Nima uchun ishlatmoqchisan, o'quvchimisan, o'qituvchimisan, komandang bilan ishlaysanmi deydi. Demak, I'm a teacherni tanlashingiz mumkin. Undan so'ng esa demak o'zingizga plan tanlashingiz kerak bo'ladi. Albatta bu yerda mana free forever 3 tagacha Padlet qilishingiz mumkin bo'lgan, ya'ni bekorga, bepulga ishlatishingiz mumkin bo'lgan tarifni tanlaysiz. Belgilaganingizdan keyin sizda shunaqa sahifa ochiladi. Mana biz shu yerdamiz va men endi hozir o'zimning sahifamni ochaman va bu yerda sahifangiz ochilgandan keyin, ya'ni o'zingiz akkauntingizdan siz bu yerda mana make degan joyi turibdi, shuni ezasiz yoki bu yerdan ham qilishingiz mumkin, make a Padlet. Va buni ezganingizdan keyin mana blank word chiqadi. Mana shunisi, xuddi shuni ezamiz. Ezganimizdan so'ng, demak, sizda mana Padletingiz chiqyapti ko'rinishlari bilan. Demak, bu yerga Padletingizni nomini nomlashingiz mumkin. Demak, siz o'zingiz ismingiz bilan, masalan, Saodat portfolio deb men yozyapman o'zimning ismim bilan. Xo'p, bundan keyin mana bu yerda mana ko'rinish qismi. Buni o'zgartirishingiz mumkin, tanlashingiz mumkin buni. Undan keyin esa mana bu columnsga o'tsangiz, demak, bo'limlar chiqadi mana. Birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim xohlasangiz mana adding deb turib bo'limlarni ko'paytirishingiz mumkin. Xo'p, mana section 1 ga aytaylik, biz kelishganmiz sizlar bilan. Demak, hech bo'lmasa 4 ta bo'lim qilasizlarda. Birinchi o'zingizlar haqingizda, ikkinchi o'quvchilar uchun ishlatadigan resurslarni qilishingiz mumkin. Uchinchisida to'plagan sertifikatlaringiz va to'rtinchisida o'quvchilaringiz erishgan yutuqlari. Aytaylik, agar siz bo'limlarni yana ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, demak bu yerda mana add section deganni ezib buni davom ettiramiz. Xo'p, xohlasangiz bu yerga masalan about me deyishingiz mumkin, yo bo'lmasam my documents deb qo'yishingiz mumkin. Bu o'zingizning shaxsiy hujjatlaringiz bo'ladigan deylik bo'lim. Xo'p, ikkinchi bo'limni aytaylik, nima deylik, achievements deyishingiz mumkin. Bu o'zingiz qanaqa bo'limlar qilmoqchiligingizdan kelib chiqib turib nomlaysiz va bu yerga aytaylik, masalan, my learners achievement deyishingiz mumkin yoki bo'lmasam o'zingiz qanday, masalan, men o'qituvchiman, menga masalan lesson planlarimni to'plashim muhimroq deylik. Lesson plans deb yozib qo'yapman. Shu tarzda demak bo'limlarimiz davom etishi mumkin. Xo'p, endi undan keyin bu ko'rinishlarini o'zgartirishingiz mumkin. Bu shaklda ham chiqishi mumkin. Menga manaqa column shaklidagi yoqadi va shunday tanladim. Bu mana timeline'larni yana ko'rsatyapti. Bu mana stream chiqadi, qay darajada. Menga ko'proq mana shu column bo'yicha ishlash yoqadi. Shuning uchun shu tarzda qoldirmoqchiman va buni yozib bo'lgandan keyin mana done'ni ezamiz. Done'ni ezganingizdan so'ng endi mana bu joylarga dokumentlar qo'shishingiz uchun plus tugmasiga borasiz va ezganingizdan keyin endi bu yerga qanaqa dokument qo'ymoqchisiz? Aytaylik, masalan, my CV bo'lsin, demak tarjimai holingiz qo'yapsiz. My CV deb yozasiz va bu yerdan CV'ni demak upload qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, demak men bu yerda o'zimni CV'm bor. Mana CV'mni tanladim va buni mana bu yerga qo'shdim. Mana e'tibor bersangiz, bu yerda mana upload ketyapti. Demak, meni
tarjimai holim bu yerga yuklandi. Va bundan so'ng men mana bu yerda publish degan tugmani essam, demak mana bu yerda meni dokumentlarim bo'limida meni CV'm paydo bo'ldi.